Assalomu alaykum. Bizani ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatayotgan vatandoshlar, biz bugun podkastimizni yangi sonini olish arafasida turibmiz va bizani mehmon maktabimizning 8-sinfida o'qiydigan Nargiza bo'ladilar. Nargiza, assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Bugun men o'zimning maktabim va o'zim haqimda intervyu bermoqchiman. Avvalambor bitta o'zingiz haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Men Boyxo'rozova Nargiza Oxford International School maktabida 8-B sinfda tahsil olaman. Bu mening ikkinchi yilim. Men 2024-yil Oxfordga imtihon asosida maktabga qabul qilinganman. O'zi maktabga sizni nima olib keldi, Nargiza? Meni maktabga reklamalar. Bu biz birinchi marta ota-onam bilan Instagram tarmog'ida kuzatayotganimizda bu maktabning reklamasi va studentlarni natijasi qanday universitetlarga qabul qilingani dadamga yoqdi va biz bu maktabga imtihon topshirishga qaror qildik. Biz topshirdik va men bu imtihondan o'tganim sababli dadam o'qishimga rozi bo'ldilar. Oldin o'qigan maktabingiz bilan hozirgi o'qiyotgan Oxford maktabini taqqoslab bera olasizmi? Buni juda ham ko'p tomonlama taqqoslasa bo'ladi. Masalan, hozirgi o'qiyotgan maktabim juda ham insonlarga motivatsiya beradigan, kelajakda katta oliygohlarga kirishga motivatsiya bo'ladi va ko'plab studentlarni biz natijalarini ko'rganmiz. Shuning uchun bu maktabga kelganmiz. Lekin avvalgi maktabimda esa bunday bo'lmagan. Hozirgi maktabimda bitta fan asosida o'zingiz xohlagan narsa asosida o'qiysiz va asosan bu yerda IT, matematika va ingliz tili kuchli. Bu yerda qo'shimcha fanlar ham bor, soft skills, robototexnika shunaqa, lekin avvalgi maktabimda esa unaqa bo'lmagan. Har bir fanlar o'tiladi. Agar siz o'zingizning yo'nalishingiz bo'yicha qo'shimchalarga qatnashasiz, qo'shimcha darslarga borasiz va o'zingiz xohlagan institutga topshirasiz. Maktabdagi o'sha vaqtingiz qancha o'tadi va qanaqa sarflaysiz? Maktabda ertalab soat 6 da turadigan bo'lsam, 7 da taksiga o'tirib ketaman, chunki uyim maktabga uzoqroq. Shuning uchun bu yerga 8 da yetib kelib, bu yerda eng birinchi qiladigan narsam zavtrak qilaman va zavtrakdan so'ng darslar boshlanadi. Biz birinchi smena darslari va ikkinchi smena darslari deb bo'linib olgan. Birinchi smena darslarida asosiy fanlar, masalan, ingliz tili, matematika, IT va robototexnika, soft skills shular bo'lingan. Birinchi smena asosan dushanba kuni ingliz tili 2 soat, matematika 2 soat shunaqa va ikkinchi smena esa maktab fanlari, maktab darsliklari, fizika, biologiya shunaqa darslar, lekin biz algebra yoki geometriya o'tmaymiz, chunki bizni bu maktabimizda SAT va o'zimiz maxsus SAT uchun birinchi qadamdan boshlanadigan kitoblar bor. 5, 6, 7 sinflarga kitoblar tarqatilgan. Shu kitoblar asosida dars o'tamiz. Yaxshi. O'zi Nargiza, maktabdan tashqari bo'sh vaqtlar bo'ladi-yu. O'zi ko'p emas ekan, o'sha bo'lgan paytda o'shalarni nima bilan sarflaysiz? Asosan bizda IT darslari bo'ladi. IT darslarida biz programmistika o'tamiz. Biz buning uchun ko'proq mashq qilishimiz kerak, chunki har bir qiladigan ishingiz kodiga bog'lanadi. Shuning uchun har birini qanday yozishni o'rganish va ingliz tilidan ko'proq o'rganish kerak. Matematikadan ham, chunki matematikada qiyinlashib har bir mavzular bir-biriga bog'langan. Agar bir kun dars qoldirsangiz, siz ularga tushunmaysiz. Shuning uchun ortiqcha vaqtlaringizda faqat uy ishi va yana takrorlash bo'ladi. Nargiza, o'qituvchilar haqida nima deysiz? Bironta yoqtirgan o'qituvchingiz bormi yoki Oxforddagi o'qituvchilarning farqi nimada ekan? Oxfordda malakali o'qituvchilar. Meni avvalgi maktabimga qaraganda bu yerda eng kamida IELTS 7,5 va 8 dan yuqorilar ham bor. Bu Oxfordda asosan malakali, juda ham kuchli o'qituvchilar olib kelingan, saralanib har biri imtihondan o'tgan deyishadi. Shuning uchun biz malakali o'qituvchilar tomonidan dars olamiz va dars o'tishadi va biz ulardan bilimlarni egallaymiz. Oxford o'quvchisi sifatida kun tartibingizni ayta olasizmi? Bu bizda har doim bir xil, dushanbadan to shanbagacha. Dushanba kuni ertalab turib, soat 8:30 da darslar boshlanib, 4:30 da tugaydi.
boya aytib o'tganimdek, birinchi smenada shu asosiy fanlar, ikkinchi smenada maktab darslari o'tamiz. Shular keyin uyimizga qaytib kelganimizcha shu vaqt o'tadi, uyga kelib yana dars qilamiz. Kelajakka qaysi kasbni egasi bo'lmoqchisiz yoki qaysi universitetga o'qishni xohlaysiz? Men kelajakda dizayner, kiyimlar bo'yicha dizayner bo'lishni xohlayman. Shuning uchun Fransiyadagi IFM universitetini tanladim. Bu juda ham qimmatbaho va juda ham yaxshi universitet. Men buni ko'p saytlardan qidirib ko'rdim va men bu sohaga avvalgi yildan beri qiziqardim. Hozir shu universitetga kirishda qanaqa tayyorgarlik jarayoniga ketyapsiz? Men buni so'rab surishtirgan edim. Ular aytishdiki, IELTS 6.5 va portfolio o'zingizda yaratgan sketchbookingiz bo'lishi kerak. Unga qanday rasmlar chizilgani, kiyimlarni dizayni tushirilgan bo'lishi kerak. Asosan shular muhim rol o'ynaydi. Xo'sh, uydagilar masalasiga o'tsak, o'zi darsdan tashqari uydagilarga yordamingiz tegyaptimi Nargiza? Uydagilarga yordamim tegadi, lekin masalan ikki tomonlama ham uy ishlarida uncha ko'p emas, chunki bizni ko'proq vaqtimiz dars qilishga sarflanadi. Yana ozroq vaqtimiz esa uy ishlari, masalan qanaqadir o'zingizni xonangizni yig'ishtirish va shunaqa ishlar ko'proq dars qilishga va singillarimga narsalar o'rgatishga yordamim tegadi. Hobbingiz nima Nargiza sizda? Meni hobbim rasm chizish va qo'shiq eshitish, musiqa tinglash. Qachonki rasm chizayotganimda musiqa tinglab yoki musiqadan zavq olaman o'zimga va meni hobbim asosan musiqa tinglash deb o'ylayman. Maktabda darsdan tashqari vaqtlarda boshqa bolalar bilan munosabat qanaqa? Hurmat yoki bir-biriga ehtirom ko'rsatish? Bu yerda juda ham yaxshi. Avvalgi maktabimda masalan bir-biri bilan o'zaro nizolar yo'q orada va har bir o'quvchi bir-biriga har biri o'zlarini narsalarini gapirib beradi va asosan biz bilimlarimizni bir-birimizga ulashamiz. Agar bitta sinfdan, bu maktabda eng zo'r narsa, bitta sinfdan sinflar masalan ingliz tili darajalariga qarab bo'linadi. Masalan, avvalgi maktablarda hamma bir xil o'qiydigan bo'lsa, bu yerda darajalarga qarab bo'linadi. Shuning uchun mening bir dugonam bor, u IELTS Foundation'da o'qiydi. U menga bilimlarini ulashadiki, u yerdan nima o'rganib kelgan bo'lsa, menga ham uni ulashishni xohlaydi va har darsdan keyin nima o'tganini aytib berib va bu juda ham qiziqarli bo'ladi. Xo'sh, Nargiza, agar bilsangiz, ingliz tilida shunaqa so'z borki, bullying degani, o'zbek tilida kamsitish degani. Oxford International School'da, Oxford xalqaro maktabida kamsitish bor ekanmi? Yoki sizda tajribadan o'tdimi shu? Ha, bu yerda menimcha yo'q deb o'ylayman, chunki bolalar bir-birini bullying qilishi mumkin, qachonki ular bullying qilayotgan bolasidan zo'r bo'lganda. Masalan, bizda hozirda maktab formalari hammaniki bilan bir xil, ammo qishda o'zingiz xohlagan maktab formasini kiyishingiz mumkin. Men o'ylaymanki, asosan bolalar o'zlaridan yondagi bolalarni ko'proq kiyimlar bo'yicha va qandaydir introvert bolalarni bullying qilishadi deb o'ylayman. Men bularni ko'rdim, lekin ularni bizda maxsus inson bor. U inspektor ularni haydashadi maktabdan. Bullying qilish bizning maktabda mumkin emas. All right. Now, Nargiza, I want to ask you a few questions in English, if you don't mind. How many friends have you made so far? I have met more than 10 friends. There are girls, boys, no matter. We share our ideas and our knowledge with each other. I know so many classmates. They are studying in 8-6 classes, and I know and I share my ideas with them, and they are very friendly and quiet and very good friends for me. Now, is the next question, what's your favorite subject at school? My favorite subject is English.
I love the English. My interest started when I was 6 years old. When we visited to Registan with our family, we saw their atmosphere, and in that exact time, tourists came and they spoke. They had been They had spoken, yeah. spoken in English, and I asked from my dad, in which language are they speaking, and my father said they are speaking in English, and my interests started from there. Alright, great. Endi yana o'zbek tiliga qaytamiz Nargiza. Fanlar haqida gapirdik. Yaxshi ko'rgan faningiz ingliz tili ekan. Yoqtirmaydigan yoki o'qishni xohlamaydigan faningiz ham bormi? Ha, ular ham bor. Masalan, matematika va biologiya, bular men uchun qiyin fan. Biologiyaga keladigan bo'lsak, men so'z terminlarini eslab qola olmayman. Masalan, ayniqsa biologiyaga kichkinaligimdan qiziqmaganman. Chunki birinchi bor biologiyani o'qib ko'rganimda u menga qiziq bo'lmagan va hozirgacha ham. Matematikaga keladigan bo'lsak, matematika avval qiziqqanman, lekin hozirda bu yerda qiyin matematika o'tiladi. Shuning uchun matematikaga qiziqmayman va yomon ko'raman. O'qituvchilar sizga masalan fanni tushunmagan paytingizda tushuntirishga yoki qo'shimcha dars qilib shu harakat qilishadimi? O'sha mavzuni sizga shu yod bo'lib ketishiga? Ha, ular masalan men mana shu mavzuga yoki mana shu narsaga tushunmadim desa, tanaffus paytlari bizga tushuntirib berishadi, tushunmagan bolalarni yig'ib olib, va biz shu paytda tushunishimiz mumkin. Agar yana ham tushunmasak, uyda video darslar telefon orqali qilamiz va o'qituvchimiz bunda bizga qanday bo'lishini tushuntirib beradi. Endi Nargiza, kitob masalasiga o'taylik. Kitob o'qib turasizmi? Ha, kitob o'qiyman. Meni eng yaxshi ko'rgan kitobim Alkimyogar bo'lgan. U juda ham sarguzashtlarga boy. Men asosan sarguzashtli kitoblarni o'qiyman. Masalan, Gulliverning sayohatlari, Alkimyogar va boshqa kitoblar menga eng yoqqani Alkimyogar bo'lgan. Endi Nargiza, sizni ko'rayotgan siz tengi, sizdan kichkina ukalaringiz yoki sizdan kattalar bor. O'shalarga aytadigan gapingiz bo'lsa aytib oling. Bu maktabni uchta so'z bilan ta'riflash qiyin, lekin ko'proq so'zlar bilan tasvirlash oson. Masalan, bu maktab juda ham intizomga boy va bilim juda ham kuchli. Bolalarga shunchalik kuchli motivatsiya berishadiki, asosan soft skills fanlarda qanday universitetlarga topshirayotganingizda qanaqa xatlar yozish va shunaqa, bu asosan motivatsiya deb o'ylayman. Endi bizni kuzatayotgan barcha insonlar bor. Ular talaba emas, yoshlari katta, bizani onalarimiz yoki bizdan kichik singillarimiz bor. O'shalarga qanday maslahat berardingiz, Nargiza? Bilim eng yaxshi narsa. Hamma narsani o'g'irlab bo'ladi, ammo bilimni hech qachon hech kim o'g'irlolmaydi. Shuning uchun eng dunyoda kerak bo'ladigan narsa bu bilim. Siz bilimingiz bilan xohlagan joyga va xohlagan joyda ishlay olasiz yoki o'zingizni ko'rsatib olasiz. Shuning uchun men ularga hozirda o'qishni maslahat bergan bo'lar edim. Bizni maktabimizni direktori Botir Jo'rayev shuni ham tasdiqlab o'tadiki, o'qish kerak va yana o'qish kerak. Endi sal boshqacharoq savolga o'tsam, ko'p o'qishning zarari nima, Nargiza? Ko'p o'qishni zarari yo'q, lekin agar sizda ko'p muammolar bilan o'qisangiz, sizda sog'liq muammolar kelib chiqadi. Agar sizda muammolar bo'lsa, kundalik kuningizda men avvalgi yil agar o'zimga keladigan bo'lsak, bu maktabga o'rganish jarayoni menda juda ham yomon bo'lgan. Bilmadim nega. Shuning uchun menda ozroq muammolar bo'lgan shu ko'nikish bo'yicha. Shuning uchun men uncha ham yaxshi bilimlarni o'zlashtira olmaganman. Shuning uchun ko'proq muammosiz dars qilish va muammolarga duch kelmaslik kerak deb o'ylayman. Rahmat, Nargiza. Endi bitta boshdagi experience haqida gapirsangiz, ya'ni birinchi marta kelgan tajribangiz haqida. Hozir bizani kuzatayotganlarning orasida shunaqa insonlar bo'lishi mumkinki, kelsam ko'nika olamanmi yoki qiyin kechadimi jarayon degan. Shularga o'zini bir tajribangiz haqida gapirib bering. Agar o'zimni tajribamni aytib beradigan bo'lsam, birinchi kelganingizda o'qituvchilar juda ham sizni xushmuomalalik bilan kutib olishadi. Lekin sizda ham ozroq hayajon bo'ladi. Menda chunki hayajon bo'lgan va lekin darslarga kirganimda
o'quvchilar xuddi avvalgi yil, undan oldingi yil ham o'qiganday bir-biri bilan suhbatlashardi va ularda xuddi avvalgi yil o'qiganday ham tajriba bordek ko'rinardi. Lekin men bundan qo'rqqanman, introvert bo'lganman. Lekin hozirgi yil ko'plab tajribalarga erishganman. Introvert inson bo'lish yaxshi emas. Masalan, hamma narsaga ko'proq ko'nikuvchan va hamma narsaga samimiy fikr bildirish kerak. Rahmat. Endi oxirgi savollardan 2026-yildagi maqsadlaringiz haqida gapirsangiz va keyin boshqalarga qanday xatolar qildingiz shu yilda, o'sha narsalarni takrorlamaslik haqida maslahat berib o'tsangiz va suhbatimizni yakunlasak. Meni boshqalarga beradigan maslahatim bu hech narsaga chalg'imasdan o'qish. Masalan, ko'plarda bo'ladiki, telefonga yoki gadjetlarga chalg'ib, o'yinlar o'ynab va vaqtini behudaga o'tkazadi. Menda bunaqa narsa bo'lmagan, lekin 25-yilda qilgan xatolarim bo'ldi. Masalan, o'qituvchilarni dars o'tayotganda xayolim chalg'igani va ko'p narsaga avvalgi yil tushuna olmaganman, lekin bu yil yaxshi tushunaman. Dars davomida hech narsaga chalg'imaslikni maslahat bergan bo'lardim. Endi maqsadlaringiz? Maqsadlarim 2026-yilda Sefer yoki IELTS olish. Men o'zimga kattaroq maqsad qo'ygan bo'lardim, chunki agar siz katta maqsad qo'ysangiz, undan bitta kichkinasi keladi. IELTSdan 7 olaman deb maqsad qo'yganman. Shuning uchun men bunga hozirda harakat qilyapman, qattiq o'qiyapman. Shuning uchun meni eng asosiy maqsadim IELTS olish va keyingi maqsadim hozirda katta maqsad qo'yadigan bo'lsam, o'zimga ishonch, keyin ularni bajara olmasam, o'zimga bo'lgan ishonch so'nib ketadi. Shuning uchun kichkinaroq maqsad qo'yish kerak deb o'ylayman. Rahmat Nargiza, suhbatimiz biz bilan bo'lganingizga va chiroyli suhbatga qo'shilganingizga va qadrli bizlarni kuzatayotgan hamshaharlar, mana bugungi navbatdagi podkastimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizlar bilan qoling. Eslatib o'taman, bugungi mehmonimiz 8-B sinfda o'qiydigan Nargiza bo'ldilar. Va barchaga xayr deb qolamiz. Biz bilan qoling. Yaxshi qolinglar. Rahmat kattakon.